Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan OTE zonasini, ya'ni OTE strategiyasini ko'ramiz. Bu Smart Money konsepsiyasida juda mashhur va win rate yuqori deb aytilayotgan strategiya. Buni biz indikator ko'rinishiga keltirdik va shu indikator avtomatik sizlarga bozorni o'zi tahlil qilib beradi, hamma narsasini. Aynan OTE strategiyasi bo'yicha. OTE o'zi nima? To'lig'ini aytadigan bo'lsak, optimal trend entry deyiladi o'zi aslida. Kelinglar birinchi bo'lib strategiyani o'zini men sizlarga qisqacha tushuntirib beray, qanaqa nimaligini. Atak u bo'yicha video darsliklar juda ham ko'p nimada YouTube'da, ijtimoiy tarmoqlarda. Xo'p, bizda mana trendimiz o'suvchi trend deylik, mana shunaqa o'sib turibmiz, trendimiz shunaqa. Endi bizda ana bu yerda bilasizlar, market strukturasi bo'yicha, ya'ni bos choch logikasi bo'yicha mana narx buzilindi, bos ketdik, keyingisi yana mana buzilindi, bos, ya'ni trend davom etyapti degan. Ana endi bizda mana shu joyda qanaqa holat bo'ladi? Bizda trend уже razvorot berishni boshlaydi, to'g'rimi? Ya'ni mana bu oxirgi minimum buziladi. Aynan mana shu paytda bizga OTE strategiyasi ishlatilinadi. Bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni bozor strukturasi o'zgardi уже. O'sha paytda ishlatilinadi. Mana shu paytda biz Fibonaccidan foydalanamiz, ya'ni oxirgi mana proboy bo'lgan low, ya'ni oxirgi minimum va maksimum aniq уже bizda. Mana shu minimumdan ketdik maksimumga qarab Fibonacci tortamiz. Va OTE zonalari o'zi bo'ladi Fibonaccidan, uni ham mana o'chirib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana shu zonadan biz entry qilishimiz kerak bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni bizda zona buzilindi. Endi bu joyda shunaqa proses bo'ladi. Mana bu narx mana bunaqa qilib ozgina atkat berib yana tushadi. Ozgina atkat berib yana tushadi. Yana tushadi. Mana shu tushish davrida mana bu Fibonacci o'zi avtomatik bizdagi hozir indikatorimiz o'zi chizib boraveradi. Oxirgi lowga surib boraveradi. Mana shunaqa qilib. Oxirgi lowga tortib boraveradi Fibonacci'ni. Mana shunaqa tartibda. Va oxirgi lowga qo'yadi va narximiz qachonki qaytsa, atkat berib kelsa mana bu zonamizga. Mana shu joydan biz entry qilamiz va ketdi mana narx pastga tushadi. Strategiyaning logikasi xuddi mana shunaqa tartibda tushuntirilgan hamma joyda. Va mana shu narsa bajarildi. Fibonacci'ni e'tibor beringlar, men almashtirdim, o'zgartirdim, yuqorida xato tortgan ekanim. Ming bor uzr uchun 1 dan 0 ga pastga qarab tortdik. Va mana bu zonaga kelsa kiramiz, kelmasa agar bo'ldi, uje biz boshqa yo'limizni ko'raveramiz. Chunki bu zonaga kelmasa uje biz boshqa pozitsiya hosil bo'ladi, o'sha pozitsiya bo'yicha ishlab ketaveramiz. Chunki mana bu joyda ham e'tibor beringlar, narx bos choch bilan davom etyapti. Struktura uje o'zgarib, boshqa yo'nalish bo'yicha davom etyapti. Ko'ryapsizlar? Uje mana bu joyda indikator o'zi avtomatik nima qiladi? Fiboni tortadi bu joyda ham. Tushunyapsizlar? Avtomatik tartibda o'zi Fiboni tortadi va bu joydan ham biz kirish entry nuqtani qidirishimiz mumkin. Xullas, sizlar ko'rmagan nuqtalarni ham avtomatik ko'rsatib beradi. Indikator o'zi chizib beradi. Mana bu joyda chizib, mana bu joyda entry qilib, biz bemalol tepa bilan ishlab chiqib ketishimiz mumkin. Kelinglar, endi xuddi shu narsani grafikdan ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, mana o'sha maksimum minimum zonalarni, bos choch narx strukturalarini ko'rsatib turibdi bizda. Ana endi ko'ramiz, mana choch bo'ldi bozor va mana Fibonacci 1 dan 0 tortildi. Boshida Fibonacci qanaqa bo'lgan? Mana shu holatda, mana bundan birinchi choch mana breakout bo'lgan paytda mana bu shamni dumida bo'lgan. Keyin bunisiga ko'chirgan, keyin bunisiga ko'chadi. Sabab real time'da ham liboda mana shunaqa tartibda ishlatadi bu strategiya. Keyin bunisiga ko'chiradi. Oxirgi lowlarga qo'yiladi-da Fibo to atkat bermagungacha. Keyin oxiri mana bunga qo'yadi. Keyin mana bozor atkat berdi va mana bu zonamiz bizda entry zona. Tushundingizlar? Shu joyga narx kelsa, biz nima qilamiz? Entry qilamiz. Narx agar chiqib tushib keladi, mana shu joyda entry va pastga qarab tushadi, take profitimizni olamiz. 1 ga 2 soatnashina bilan ishlasa bo'ladi stopga nisbatan. Stopimiz esa mana shu yuqorida bo'ladi yoki ikkinchi variant Fibonacci'ning 1 zonasidan ozgina yuqoriga bo'ladi. Ya'ni oxirgi swing high yoki swing low da bo'ladi. Xo'p, ana endi buy uchun
ko'k rangda bo'ladi. Mana bu OT zonasi, mana yozib qo'ygan ichida. Sell uchun qizil rangda bo'ladi. Shundan bemalol farqlab olsalaringiz bo'ladi. Bu yerda shunaqa mantiq bor ekan. Hozir uni ham aytib o'taman. Biza shunaqa narsa qo'yishdikki, bu sistemada, bu indikatorda bitta OT zonani tasdig'i bilan emas, balki order bloklarni ham tasdiqlab kirsa bo'ladi. Ya'ni двойной entry qilib kirsa bo'ladi. Xuddi shu narsa uchun mana biza order bloklarni ham qo'shganmiz. Order blok ham bor, OT zonasi ham bor. Demak, bu zona ancha ishonchli zona, kuchli zona. Adkat berish ehtimoli juda yuqori deb ishonch bilan savdoga kirsak bo'ladi. Albatta risk menejment bilan. Bu joyda mana nastroyka qismiga o'tsalaringiz, mana bu joyda barcha order bloklarni ko'rsatish. Hozir yoniq turibdi, pastdagi mana order bloklar ham polni ko'rinib turadi hammasi. Endi shuni o'chiramiz. O'chirsak, qolgan order bloklar polni olib tashaladi, faqat OT zonasiga eng yaqin bo'lgan order blok saqlab qolinadi. Bu narsa o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, bozorga двойной tasdiq qilib, ham order blok bor OT zonasining ichida, ham OT zona shakllangan. Bu degan mana shu hudud juda ham adkat berish ehtimoli yuqori va foyda qilish hududi hisoblanadi. Mana shu zona. Shu двойной tasdiq sifatida ishlaydi. Odatda 15 minutlik va 30 minutlik time framelarda ishlatsa yaxshi. O'shanayda yaxshigina win rate bergan. O'sha uchun shu narsani tavsiya beramiz. Mana win rate, to есть time framelarni ham mana o'zgartirib ko'ryapmiz. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana hammasida nima qiladi? Mana OT zonasi ham bor. Mana order blok zona ham bor. Bu degani biz OT ga ko'p risk qilmaymiz. Masalan, 1% risk bu yoqda, 1% risk order blokka qilamiz va stopni bu yoqda qo'yamiz. Bemalol entry qilsak bo'ladi. Tushundingizmi? Xuddi mana shuni yana 1 soatligini ham ko'ramiz. 1 soatlikda mana buy zonasiga kelib turibmiz. Ko'rdingizmi? Shu uchun ko'k rangda chiqdi. Mana bu joyda OT zonasi aniq va pastda order bloklari ham bor. OT zonasiga hozir kelib mana flat qilib turibdi bozor. OT zonasidan 001 masalan tiqdik, ochdik сделка, order blok zonasida ham 001. Katta risk qilmaymiz. Chunki nima? Order blokdan ham narx qaytib ketishi mumkin-da, faqat OT dan emas. Tushundingizmi? Stop loss maslahatim Fiboni 1 da qo'yinglar, to'g'ri kattaroq stop bo'ladi. Agar stopni kichik qo'ymoqchi bo'lsalaringiz, bemalol mana shu OT zonani pastida qo'yib, order blokdan kirsalar, order blok zonasini ozgina pastida stop loss qo'yib ishlatsalaringiz ham bo'ladi. Risk soatnashinasi esa 1 ga 2 bo'lsin. Stop lossga nisbatan take profit 2 barobar bo'lishi kerak. Xuddi o'sha strategiya bo'yicha hamma narsa tizimli ravishda aniq, xatolarsiz, emotsiyasiz chizib beriladi. Aniq vaqtida, joyida, kechikishlarsiz. Bizda shunaqa holatlar bo'ladi-ku, chizgan vaqtda to'g'ri chizdimmi, to'g'rimi, cho'ta boshqacha bo'lish kerak edi degan savollar ko'p bo'ladi. Aynan mana shu narsalarga mutlaqo xavotir olmasdan mana shunga ishonib ishlasalaringiz bo'ladi. Ya'ni bu xato qilmaydi. Strategiyada qanaqa tushuntirilgan bo'lsa, OT zonasini topish. Bu ham xuddi shu tartibda chizib beradi sizlarga. O'ylaymanki, hammaga strategiya tushunarli bo'ldi. Agar qanaqadir tushunmagan joylaringiz bo'lsa, indikatorni o'rnatishda, foydalanishda, umuman nimada bo'lsa ham savollar bo'lsa, bemalol tortinmasdan adminga murojaat qilinglar yoki telefon raqamlarimiz bor, ofisimiz bor, bemalol kelib yoki telefon qilib ma'lumot olib ishlasalaringiz bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha yordam berishga tayyor biz. Sizlar uchun harakatda biz. Sizlar ham bizning Instagram, Telegram kanalimizdagi qo'yib borilayotgan videolarni qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib turinglar. Xudo xolasa oldinda yana ajoyib yangiliklarni qilib boramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.